dunyoga mashhur MBK Studio taqdim etadi. ularning she'rlarini qirban bo'lmasmish oltin qafas ichra gul bitsa gandek oshyon bo'lmasmish. Qorini supurdi, quyosh nuri ufurdi, yalpiz hidi gupurdi, bahor kelgach. Chaqmoq ko'kda yong'oq chaqdi, qizg'aldoqlar selda oqdi, mayin shamol bizga yoqdi, bahor kelgach. Vatanning yarim sochning, qubal eshigin ochding, buloqday qaynab tashding, quvonchimsan, baxtimsan, umid orom taxtimsan. Vatan deganim bu yurak deganim, vatanga yurakka vatan kerak deganim, vatan deganim bu yurak deganim, birovga kerak deganim. Aslida vatan tug'ilgan joy, birinchi qadamim yetgan qo'rg'onim. Hemen tane borisi. Vatan deganim bu vatan kerak deganim, vatan deganim bu yurak deganim. Yaxshi farzand onaning jon fidosi deyillar, yaxshi farzand dono elni ko'z yoshi deyillar. Ota rozi, vatan rozi, o'g'lonlarim, qizlarim, vatan rozi, ota rozi, yashang o'chmas izlar. Rega ruxsat bersiz, rasm so'zini yozasiz, Ra'no rahim ruxsora, dono aqlli bo'l. Layloy Ne harfni bilamiz, nesini nima qilamiz, nozi nima nom bo'lsin, ochil dasturxon bo'lsin. Men bilurman bilursiz, varrak sizni yozursiz, vasila vohid vali, yozing kelganda gali. Qora bilimlari poydevor, qani alif be o'zi, ma'noli shirin so'zi, alif beni chaqirsa baravar. Mana endi alif bedan chiqib qoldi savodim, bag'ishlayman senga vatan bor bilimim savodim. Xatlar birga Lola bog'chaga chiqib kechga qadar gul terdi, etak to'pladi, har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taqdi gul, yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, butmas etib dam oldi, kiprigi yumildi-yu, gul kabi uxlab qoldi. Oltin olma duo degan ota bobolar, hozir bilim olyapmiz, olajakmiz duolar. Kep etdilar bizga nomgoh gilandon goh.
so'zlari, yuzi qirmiz shirin so'zlari, aqli raso bilimga tashna, kulib turar nurli ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroq sho'x bulbuli o'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlar bugun sizni keksa yosh. Assalomu alaykum aziz ustozlar, bilimga chanqoq o'quvchilar, farzandining quvonchiga sherik bo'lish uchun tashrif buyurgan mehribon buva buvijonlar va ota-onalar, barchangiz savodxonlik bayramiga xush kelibsiz. Bugun maktabimizda savodxonlik bayrami shodiyonasi. O'quv yili boshida maktabga ilk qadamlarini qo'yib, jajji qo'llariga ruchka ushlab, 3-4 oy davomida chaqqonlik bilan o'zlarini bilimdonliklari bilan o'qish va yozishni o'rganib olgan zukko o'quvchilarimizning bayram shodiyonasi. Davramizga bayram sababchilari bo'lgan 1-A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. So'z navbatini o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Rizayev Jamoliddin domlamizga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda savodxonlik bayrami ekan, 1-A sinf o'quvchilarimizning savodxonlik bayrami. Hammalaringni mana shu bayram bilan tabriklayman va ayollarimizni, qizlarimizni o'tib ketgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ham yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Kelayotgan Navro'z oyam bayramimiz hammamizga qutlug' kelsin va tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Tartibli o'tishiga iltimos hammalaring yordam berasizlar. Qiyamiz yangraydi bolalarning tilida.
sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab quchgan. Sizgadir ushbu salom, muallimlar, assalom. Oq yurt, oq taraf, ostardingiz erkalab, sizgadir ushbu kalom, onajonlar, assalom. Kundan yorar dars ona, biz farzandmiz siz ona, bo'ling bizga parvona, dilda ardoqli kalom, ona maktab, assalom. Tanitib yur jahonga, erk berding har insonga, qaytdik din u iymonga, dilda ardoqli kalom, mustaqil yurt, assalom. Omg'amizda tog'lar bor, daryolar bor, bog'lar bor. O'ng tomoni paxtada, chap tomoni bug'doyda, chambarakka o'ralgan vodiy uzra quyosh bor. Hurriyatimiz, ramzimiz, humo degan qushi bor. Ruslar mening yurtimni O'zbekiston deydilar, damg'i tutgan dunyoni bog'i buston deydilar. Dildan aytib doim jon tanib, O'zbekiston mening vatanim. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan bizning tog'imiz, olma anor bog'imiz, bug'doy arpa dalamiz, o'ynab mazza qilamiz. Tandir to'la nonimiz, oltin to'la qonimiz, vatan maktab, onamiz o'qishni o'rganamiz. Paxta bug'doy chambari, to'kinlik, to'qlik ramzi, quyosh yulduzi, suv tog'lar, yashnagan yurt timsoli. Yaxshi farzand ona elning jon fidosi deydilar, yaxshi farzand dono elni jon fidosi ko'z yoshi deydilar. Ota rozi, vatan rozi, o'g'lonlarim, qizlarim, vatan rozi, ota rozi, yashang o'chmas izlarim. Vatan deganim bu yurak deganim, yurakka vatan kerak deganim, vatan deganim bu yurak deganim, birovga kerak deganim, aslida vatan tug'ilgan joyim, birinchi qadarim, yetgan qo'rg'onim. Istiqlolni olasan, ding aytar so'lsan, xudosim sen hayotim, ko'kka uchgan qanotim. Vatanimga nur sochding, iqbol eshigin ochding, buloqday qaynab tashding, quvonchimsan, baxtimsan, umid orom taxtimsan. Bugun katta tantana, savodxonlik bayrami, doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Bolalarning ko'zida o'ynar quvonch hayajon, savodxonlik muborak, ko'zlari nur bolajon. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtin topgan bolalar. Bog'laring
har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Jonimiz, onamiz O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. Farzandlaring O'zbekiston, imonimiz butun vatan. Shunaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekiston. Yurtimizda Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov sog'lom ona va bola yili deb e'lon qildilar. Ona va bola sog'lom bo'lsa, oila baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi degan oliyjanob g'oya bilan onalar va biz barkamol avlod tarbiyasiga imkoniyatlar eshigini ochdilar. Aziz ota-onalar, shirin shakar bolalar, bugun katta tantana, ham katta shodiyona Alif B to'yi bilan sizlarni tabriklaymiz. Alifbodan chiqib qoldi savodim, bag'ishlayman senga vatan, bir bilimim savodim. Bu bayram sababkori, bilimlar poydevor, qani Alif B o'zi, ma'noli shirin so'zi. Alif B'ni chaqirsak, baravar qarsak chalsak. Mana bugun dilda hayajon, qalb shodlikka to'lgan lim-molim. Bilimning joniman, aqlga to'la. Do'stlar, keling bugun bayramim. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, qadrli bolalar. Savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Meni taniysan-a, o'quvchi o'rtoq? Men ko'zingga ziyo, aqlingga chiroq. Aziz bolajonlar, sizlarni sinab ko'rmoqchiman. Savol bering, aziz bolajonlar, sizlar mendan nimalarni o'rgandingiz? Bizlar sendan o'rgandik. Chiziq salar chizishni, o'qishni va yozishni. Chindan qadrdon bo'ldiksen, Alif B kitobim ko'zga go'yo nur soch berding, charaqlagan oftobim. Kitoblarning bobosi, yo'l boshlovchi donos, har yurakka nur ziyod taratish muddaos. Ilm istak kitobi, bu Alif B kitobi. Tovushlarni ta'rif etay, ular tilni zargari, shu boisdan alifbodan joy olibdi bari. Harflar undosh, bir ko'zu bir qosh, unlilari 6 ta, undoshlari qolgani. O va A biz qarindosh, I va E esa safdosh, U va O ham bor yana, barchamiz so'zda bosh qo'sh. 23 qadrdon deyishadi biz undosh, ovoz tovush raqs tushsa o'ynaymiz bo'lib qadrdon. Balli bolajonlarim, bilimdon donolarim. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish, yozishni bilish zarur. Qani ko'raylikchi, bolalar harf
harflarni tanisharmikin? Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan. 29 do'stimiz bor bizlarning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Aslida qilsin amal, assalom so'zi asal, aqlli dono bolam, deyishadi har odam. Her qo'lingni do'stginam, yurt dog'larga chiqaylik, deb qo'yon vatanimiz qanday go'zal ko'raylik. Do'stlar mening yurtimda daryo dengizlari ko'p, dalalari sirg'osin, deyishar jannat makon. Ertak aytdilar bu ishtartik yotib, imish juda bilimdan, echki boqar bir cho'pon. Farishtayu farishta, Fatima qizim meni, ayollarim onasi Feruzaga maqtadi. Kebetlar bizga nom, yoshlardan yoshimsan. Ular o'rgansang ko'p bilan harakat qil yoshlikka, nosiz xor bo'lmaydi, har kim buni bilmaydi. Tilganga toliyor, ilm istasang bisyor, ilmli dono bo'lur har yerda u baxtiyor. Jo'ja ajiblatib yaqindir va jonajon, jahl qilmas bir-biriga, jondan aziz do'stiga. Kitobdan yaxshiroq xazina bo'lmas, kimki uni dildan sevsa, kitob o'rgatar olam sirlarini, kimki uni qadrini bilsa. Laylo guldan dastlarar, loyozordan gul dedi, loqoya digonasi gul dedi dastasta. Mening uchun dunyoda mehribonsiz onajon baxtimizga bo'ling omon, men suraydan davron. Ne harfni bilamiz, nasib nima qilamiz, nozli noz bo'lsin, ochil dasxonmiz. Oldin omad va oz degan ota bobolar, hozir bilim olyapmiz, olajakmiz duolar. Bular biroz o'ylandi, paras qasyondi, parga tutib bankani, pomidor tuzlarmikin, baloni davlarmikin. Ishlaringning gapini tushga ozor bermangiz, qishda dalla beringiz, ishonlar beringiz. Rega maqsadlarisiz, rasm so'zini yozasiz, ra'no rahim, ruh so'ra, dono aqlli bola. Saxtanda sog'lom aql, derlar unga amal qil. Soatdan yugurgin, tanangni chiniqtirgin. Kaman taraf olursiz, tuman ishlab yozursiz, ko'zga ola, sahibizda hafla yozursiz. Unutmaymiz sizni hech qachon ustoz qilgan mehnatingizni, umr bo'yi qilamiz ikkitasi mehnat qilib ona yurt uchun. Men vidurman bilursiz, varrak sizin yozursiz, Vasila Vohid Vali yozing kelganda gali. Balli ey dil oqlar, fan bilimga chanqoqlar, shirin, shakar bolajonlarim, fan kalitin qo'lga olgan, aqlli, dono rassolarim, xayrlashaman sizga aytay, o'qish kitobi sizga tuhvan, toza tutingiz xuddi menday, bilim bo'lsin mustahkam. Bizning birinchi sinf o'quvchilari juda faol. Maktabga kelganlariga bir necha oy bo'lganiga qaramay, ular o'zlarining faolliklarini namoyon qilishmoqda. Birinchi sinf o'quvchilari eng namunali sinf nominatsiyasining g'olibidir. Qo'ldashboyeva Saida yong'in xavfsizligi oyligiga chizgan rasmi bilan birinchi o'rinni olgan. Hozir Popda tumanda o'tkazilgan Kamalak yulduzlari tanlovida faxrli o'rinni olgan Esonboyev Azbek ijrosida Onajon qo'shig'ini tinglaymiz.
boshida. Do'stlarim, yerga qara ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlari. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar, mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qursiz, ibrat olib so'zimda xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman, qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Kitoblarni saqlayman, toza qilib yechirmay, dog' tekkizma betlarga o'qiyman o'yin qilmay. Va shoir yozuvchi bobolarimizdan turli ertak qahramonlarini uchratdik. Demak, hozir buyuk mutafakkir, shoir Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida sahna tomosha qilamiz. Marhamat. Derik yetdim Alisher saroyda ko'rinmaydi. Shohim Alisher Navoiy kelmadilar. Nega kelmadi? Bilmaydik shohim, huzuringizga keltiraylikmi? Yo'q, o'zim bordirman Alisherning yoniga. Bormang Alisher. Assalomu alaykum shohim. Nima qilyapsiz? Yong'oq ko'chatini yegyapman shohim. Hozir saroyga borib, mazza qilib shiringizni olsangiz bo'lmaydimi? Bu ko'chatingiz qachon katta bo'ladi, qachon meva beradi? Bobolarimiz ekkan mevalarni biz yedik, biz ekkan mevalarimizni bolalarimiz yeydi. Yaxshidan boqqalar shohim. Barakalloh, donasiz. Mana, Ana daraxtlarim meva berishni boshladi. donasiz Alisher, donasiz. Mana, Rahmat shohim. Odamlarning daraxti bir yilda bitta meva beradi. Mening daraxtim ikkita meva berdi shohim. vazirlarim yuringlar, bu yerdan tezroq ketaylik. Unda dona Alisher bor pulimizni shilib oladur. Aziz o'quvchilar, mening sahifalarimda sizlarni aqlli, zehnli, odobli va dono bo'lib yetishlaringizda yordam beradigan ertak hikoyalar, topishmoq maqollar, lim-molim Taklif qilamiz. Marhamat. Quyoshdek issiq yuzim raqamlardan boshlanar. Tinglasangiz gar so'zim, 10 raqam jo menda. Kerakdir man har yerda. Aqlingizni chaqlayman, har misol har amalda. Men sizga do'st bo'laman, hamdam ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, to'rt amalni bilaman. Diqqat, mening nolam bor, o'quvchisan ogoh bo'l. Yozilishim qiyinmas, dum-dumaroq tushsang bas. Bir degan sanasomni, sanash uchun osmonmi? Bir yuragu, bir bosh, bir oyu, bir quyosh. Omadimni ko'rganlar quyosh etar oqishga, mennidir xisraga, ixlos yo'q o'qishga. Meni dillar uch soni mukavval va ma'noli bo'lsa ham nomim muzassal va mennakuy. Men to'rt degan raqamman, ikkidan jamman. Bir yerda to'rtta fasl, bir-biridan asl. Meni dillar 5 soni, a'lochilarning joni. 6dir mening akam, 3-4 soni mendan kam. 5dan keyin 6 raqamlarning oldima. Ikkala uchni qo'shsangiz hech qachon esdan chiqmas. 7 degan nomim bor, raqamlar ichida
eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngida 9 darbadar. Molni taklif qilmadilar ham. Uni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Bir raqamlar boshimdan berdi. İki zo'rdek ko'ksini kerdi. Yetti desa sirliman dedi. 6 undan qolishmas edi. 8 5 4 2 hamda 3. Maqtandilar ne so'z bo'lsa dush. Xullas kalam sharmisor bo'ldi. Barcha raqam ustidan kuldi. Umishkar yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jangga shaylandi. Hammani uni yoniga tortdi. Uning qadrini unutmabdi. 9 mahkam ushladi nonni. 90 bo'ldi ko'ring o'zingizni. Shunday qilib shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu erur qissadan qissa. Kamsitmang hech cho'pni xasni ham. Toshu kesak baland tasni ham. 7 emas 1000 o'lchab so'ngding. 0 bo'lmasa 1000 ham birga teng. Bolalar, o'lkamizda hozir qaysi fasl? Juda yaxshi bolajonlar. Barchamizga ma'lumki, bahor yasharish va yangilanish fasli. Bahorda tabiat gulga burkanadi. Atrofdan yoqimli hidlar taraladi. Endi davramizga Bahoroy, Navro'zoy va Dehqon boboni taklif qilamiz. Marhamat.
çiçek çıkıptı bugün Navruz ekan. Xonimang Dehqon bobo, xurmoningizga baraka bilsin, omboringizdan ninga to'lsin. Rahmat Navruzay, avvalo elga bersin, el qatori menga bersin. Yerning eng taftida urug' sepaymen, kuydirayin, jedirayin, obro' topaymen. Şuna çıkıyla boruyla hadding aro zari sabza için talana çeşi kurfari lana dahi Endi bolalarning qanchalik chaqqonliklarini sinab ko'ramiz. Stolda aylanish o'yinini uyushtiramiz. Farazon.net'da premyera. Bir qiz keldi krasiva, minib keldi Captiva. Urganchdan shu menimcha yaqiva. Do'stlarni
diva Urgençten şu menimce yakıyor Bafana kendimere Kapkara hamma yere Marjona o'yindan chiqdilar. Mandere Sapsarı saçları Güzel kalan kaşları Kaptiva Nedir zamanımız kızları Sapsarı saçları Güzel kalan kaşları Kaptiva Nedir zamanımız kızları Başka çeken tahot ki Tüm söyleşleri çok ki Sevip aldım ben şunu nakot ki Çıraylıken rastlanam Selena Gomez'danam Yürek mende kaptı edip taşlanam Başka çeken tahot Sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the world, baby. Everywhere we go, make it happen, mama. I can shake, 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 like you want it. Andale, we got it. Why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. But how much cola can your body take, take, take? Every time I come around, oh, you know it's going down. Make it happen, mama, rock your shake, shake, shake. Like, you know you want it. Andale, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. Nam City.us Brunch exclusiv Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumania, tú sabes que esto es magia Hoy junto a Ina, el negocio es mi alia Tranquila, que tú no se fila Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina Straight to the beat, I ain't out on enero Follow my game, you know we'll play La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar La fiesta apenas comienza y la gente grita No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar Shake Calvin, Ina, la combinación mundial Soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it. Okay, let's party, say ole.
Bugungi so'z navbatini 1-A sinf o'quvchilarining sinf rahbari Dehqon va Nargizoyimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Maktabimizga tashrif buyurgan mehribon ota-onalar va buvijonlar, aziz mehmonlar. Mana bugun maktabimizda savodxonlik bayrami. Bayramimizga xush kelibsizlar. O'quv yili boshida maktabga ilk qadamni qo'ygan o'quvchilarimiz o'qishni, yozishni bilishmas edi. Mana bugunga kelib ular o'z mehnatlari, harakatlari bilan o'qishni, yozishni o'rganib oldilar va savodxonlik bayrami sifatida buni nishonlamoqdilar. Fursatdan foydalanib, bu o'quvchilarimizga sihat salomatlik, baxtli kelajak tilayman. Kelajakda yaxshi insonlar bo'lib, vatanlariga xizmat qilsinlar. Ota-onalarini, yaqinlarini hurmat qiladigan insonlar bo'lsinlar. Fursatdan foydalanib, siz ota-onalarni yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami, yangilanish fasli bilan chin qalbdan tabriklayman. Navro'z bayrami barchangizning oilangizga qut baraka, fayz olib kelsin. Bahoriy kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Yana bir bor xush kelibsizlar. So'z navbatini Dilshodbek Muslimbekka so'z navbatini beramiz. Qo'shiq. Rahmat. Endigi o'yin olmish o'yini. Bunga Zilnura, Shohsanam, Gulyuz, Gulnura, Marjonalarni taklif qilamiz. Marhamat. Men sizlarga komanda beraman, keyin olma yeyishni boshlaysizlar. Bu o'yinda sharti kim birinchi olmani yeb bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisizlar? 1, 2, 3 boshladik. Can çekir beni canana, dildar olma.
Xo'sh, kim olmani ko'p yegani bilamiz.
o'quvchilarimizni tabriklash uchun buvijonlarimizdan Hakima xolaga, Lolaxon opaga, Nargiza oyimizga beramiz. Hafiza oyimizga beramiz. Ota-onalardan Muhayyo opaga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Men uchun aziz bo'lgan mana shu kollektiv xodimlariga assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Mana shu yerga tashrif buyurgan ota-onalar, aziz, shirindan shakar bolajonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bahorning elchisi O'zbekistonimizga kirib keldi. 8-mart bo'lsa, o'tgan bo'lsa ham hammalaringni Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan ayollarni, qizlarni, bolajonlarni hammalaringni muborakbod etaman. Yana kirib kelayotgan yangi kun, Navro'zi olam hammalaringizga shodlik, quvonch, baxt, saodat olib kelsin. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, xonadonlaringga tinchlik, omonlik, farzandlaringizga baxt, saodat, nabiralaringizga esa aql, zakovat tilayman. Mana bugunning xonlik bayramining sababchilari bo'lgan 1-sinf, 1A sinf o'quvchilarining bayramini, savodxonlik bayramlarini kuzatib turib, men ham rosa to'lqinlanib ketdim. Bir vaqtlar biz ham mana shunday Nargizaxonga o'xshab, mana shu maktablarda bir necha bor savodxonlik bayramlarini o'tkazgan edik. Nargizaxon, sizga rahmat. Mana shunday hech bundan 5-6 oy burun hech nimani bilmaydigan qog'ozdek farzandlarni yetaklab olib kelgan edik. Mana bugun ularning zikkoliklarini, aqlliklarini, raqqosa ekanliklarini, ilmlarga qanchalik chanqoq ekanliklarini hammamiz hozir shuning shohidi bo'ldik. Ilohim, mana shu shirindan shakar farzandlarimiz o'nsin, kelajakda yurtimiz, xalqimiz, vatanimiz uchun xizmat qiladigan olim va olima farzandlar bo'lib yetishishini Allohdan so'rab qolamiz. Hammalaringni yana bir bor Navro'zi olamlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum shu ulug' dargohga kelgan aziz ota-onalar. Assalomu alaykum o'qituvchilar. Mana bugun eng shodlik kun ekan. Meni ham bitta nevaram o'qiydi. Shuni orqasidan kelgan edim. Men nevaramni desam, hamma A sinfda bari a'lochi, aktiv bolalar yig'ilgan ekan. Avvalambor o'qituvchilarga rahmat. Shularga shunchalik ta'lim tarbiya berib, raqslarga o'rgatib, she'rlar yodlatgan o'qituvchilarga rahmat. Ota-onalarga ham rahmat. Hammalaringni kelaturgan Navro'zi ayyom bilan tabriklayman. Hammamiz ana shunaqa ulug' davralarda yuraylik. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Mana shu o'quvchilarimiz kelajakda katta olim, professor bo'lsin, yurtsurar, el suyar bo'lsin hammasi. Hammalaringga kelganlaring uchun rahmatlar aytamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerga yig'ilgan ota-onalar, o'qituvchilar, hammalaring tanijonlaring sog' bo'lsin. O'tib ketgan ayollar bayrami qutlug' bo'lsin. Mana bugun men mana shu ikkala opamning gaplariga qo'shilgan holda hamma o'quvchilarga rahmat, o'qituvchilarga, oilalariga rahmat, tanijonlaring sog' bo'lsin. Mana shunchalik bolalarimizni shunchalik qilib tarbiyalab, hamma narsaga o'rgatib, shunchalik o'qiganlaring uchun rahmat, hammalaringga rahmat. Hammalaring tanijonlaring sog' bo'lsin.
ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Xolmirzayev Akbarjon domlamizga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Maktabimizga tashrif buyurgan ota-onalar hamda buvijonlar. Mana tadbirimizni yakuni sifatida mana maktabimizda shunday demoqchimanki, bu yil maktabimizda masalan 360 nafardan oshiq o'quvchi o'qiyotib turgan bo'lsa, shulardan yaqin 60 nafari mana shu jajji birinchi sinf o'quvchilarimiz. Mana bu o'quvchilarimizni hayoti davomida unutilmas kun bugun. Demak, bilimlar kuni Alif B bayramini demak tugatib, Alif B kitobini tugatib, bular demak o'qish kitobini qo'lga olishdi. Hurmatli ota-onalar, sizlar bilan birgalikda biz ham mana shu o'quvchilarimizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Kelajakda mana shu o'quvchilarimiz biz orzu qilgandan ham yaxshiroq o'quvchi bo'lib, inson bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana ertaga, indinga yana bizning birinchi B sinf, D sinf o'quvchilarimizning chiroyli tadbirlari bor, kelib ota-onalarimiz bilan birgalikda mehmon bo'lib, mana shu yerda tomosha qilib ketishlari mumkin. Mana shu o'quvchilarimizga yana bir bor Alif B bayramlari qutlug' bo'lsin. Ishlariga omad, ota-onalarning baxtiga doim sog' salomat bo'lib, mana shunday tadbirlarda ishtirok etish hammasiga nasib qilsin. Mana shunday tadbirni uyushtirgan bularning ustozlariga, murabbiylarga, hammasiga kattadan katta rahmat. Yana bir bor xush kelibsizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalambor mana shu Gulnurani tarbiyalab, shunchalik hamma harflarni o'rgatgan Nargizaxonga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Qolgan ustozlariga ham rahmat. O'tib ketgan bayramlari bilan, bularni kelayotgan Navruz bayramlari bilan tabriklayman. Mana shunchalik farzandlarimiz Xudoga shukr katta bo'lsin, yaxshi o'qishlarda o'qisin. Hammalarini tanjonlari sog' bo'lsin, sizlarda ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shunchalik uyushtirib, shunchalik shu ballarni shunchalik qilgan hamma ustozlariga rahmat aytaman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli tadbirimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz farzandlarimizni Alif B bayramiga yig'ilgan ekanmiz. Men mana shu maktab dargohiga kelgan barcha ota-onalarni rahmat aytaman. Ustozlariga ham rahmat. Shunchalik farzandimizni bilimini, savodini chiqargan. Minnamin rahmat. Mana shu farzandlarimiz yaxshi kasb egalari bo'lsin, elga, xalqqa, yurtga xizmat qiladigan inson bo'lib yetishlarini tilakdoshiman. Ustozlariga minnamin rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu 50-umumta'lim maktabining aziz ustozlari. Mana bugun men nevaram orqasidan kelgan ekanman. Alif B bayramiga avvalambor mana shu yerda o'qitgan ustozlariga ming rahmat aytaman. Shunchalik harf o'rgatib, mana oq-qorani tanitgan. Avvalo mana shu ustozlarni 8-mart bilan kela turgan o'lkamiz, yurtimiz bo'ylab yangilanish fasli Navro'z olam bilan tabriklayman. Bularga kuch-quvvat, oilasiga, o'zlariga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim mana shu farzandlarni yaxshi o'qitib, ilm dargohlaridan yaxshi o'qishlarga borib, bizni 50-maktabda o'qiganmiz degan yaxshi nomni olib berishini doim tilab qolaman Allohdan. Aziz ustozlar, aziz o'quvchilar, mana bugun jondan aziz bo'lgan farzandlarimizni savodxonlik bayrami ekan. Mana shularga ta'lim tarbiya bergan, mana shu alifbolarni o'rgatgan ustozi Nargizaga uzoq umr tilayman. Doimo mana shunday bolajonlarga ta'lim tarbiya berishda hech qachon charchamasin. Mana shu yerdagi ustozlarga ham hammalariga ishlariga omad tilayman. Doimo mana shunday shirindan shakar farzandlarimizga ta'lim tarbiya berib charchamasdan hammalari mana shu bizning
O'zbekiston kelajagimizga yaxshi farzandlarni tarbiyalab berib yurursinlar. Hammalaring sog'-omon bo'linglar. Mana shu kelib turgan 21-mart O'zbekiston Respublikamizda umumxalq Navro'z bayrami bilan hamma mana shu yerda o'tirgan ustozlarni, mana shu o'quvchilarni hammalarini tabriklayman. Doimo hammamiz sog' salomat, mana shunday chiroyli tadbirlarda hammamizga ko'rishish nasib etsin.